Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, traktor texnika ishqibozlari. Mana biz hozirgi video obzorimizda mini kombaynlarimiz haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Kimga qiziq bo'lsa videoni oxirigacha ko'rib boringlar. Narxlari bilan tanishtirib, to'liq ma'lumotini berib o'tib ketaman. Kimga qiziq bo'lsa videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, obuna bosib, qo'llab-quvvatlab kuzatib turinglar. Mana bo'lmasa boshladik. Bu motoriga keladigan bo'lsak, motorlari 192 salarka motorli bo'ladi. Soatiga 1 litr rasxod qiladi. Ortiqcha rasxod qilmaydi. Nagruzka holatida ham shunaqa. Akkumulyatorlar qo'yilgan, kalit bilan zavat bo'ladi. Tortib zavat qilish shart emas. Harakatlanishi oldiga 3 ta skorslari bor, orqaga bitta. Yurishlari o'ziga yarasha, o'ta tez ham emas, sekin ham emas. Harakatlanishi skorga urilgan holda bu dastakni tortish orqali harakatga keladi. Oldidagi pichoqlarni ishlatish uchun bu dastakni ishlatish kerak. Ko'tarib tushirishi, burilishi esa bu dastakdan bo'ladi. Xo'p, bitta kalitga zavat bo'lgan holda haydab ketaverasizlar buni. Keyin buni balonlari bo'lmaydi, gusunisali bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, shina balonlar botib qolishi mumkin yoki loyqa joylarga tushganda aylanib buksavat qilib qolishi mumkin. Shuning uchun gusunisali qilib ishlangan. Bu charmdan bo'ladi, temirdan bo'lmaydi, lekin baquvvat, faqat yerlarda ichiga haydasa bo'ladi. Bu kombaynlarimizda o'rib ketish joyi eni 1.20 lik bo'ladi. 1.20 lik jatka pichoqlardan qo'yilgan. Tagida ham tozalab, tagidan o'rib ketish uchun 1.20 lik jatka pichoqlari qo'yilgan akalar. Mana aylanib turib, olib kirib ketadi akalar, shu mana joylari. Xo'p, bu kombaynimizni ko'rinishidan akalar uzoqroq joyga boradimi, gusunisali bo'lsa deb turgan akalarimiz, bu kombaynimiz to'g'ri lentasi yirtilib ketishi mumkin. Shuning uchun uzoqroq joyga borganda Labo avtomobiliga yuklab, bemalol xohlagan joylaringga olib borib, o'rib, pul topib kelsalaring ham bo'laveradi. Shuning uchun Laboga sig'adi bemalol. Vazni ham bularni vazni yana 630 kilogramm bo'ladi. Bemalol Laboga yuklab boshqa joylarga olib borib kelsalaring bo'laveradi. Va somon hashaklarini shu yonidan otib tashlaydi, bu chiqarib tashlaydi. Changlari, hashaklarini esa bu joydan chiqarib tashlaydi. Oxiriga kelganda donlarini pryamoy qoplab ketadi. Bu bonkiriga to'plab, bonkirdan tashlab bermaydi. Mana shu ko'rinishda, mana shunaqa bo'ladi akalar kombaynlarimizda. Bu kombaynlarimizda narxiga keladigan bo'lsak, narxlari 70 million so'm, oxirgi narxlari. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Ozmoz o'tib beradigan joylari bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bo'lib to'lashga so'ragan akalarimizga bo'lib to'lashga ham chiqarib berishda iloji bor.